Baliqchi ota jome masjidi Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Pichot mahallasiga qarashli Baliqchi ota qishlog'ida joylashgan. Masjid hovlisida Baliqchi ota qabri ustiga qurilgan maqbara joylashgan. Bu yerning tarixini tadqiq qilgan mutaxassislarning keltirishicha, Baliqchi otaning ismi Bahriddin bo'lgan. Baliqchi ota Ahmad Yassaviy izdoshlaridan bo'lib, Yassaviya tariqatining pirlaridan bo'lgan. Bahriddin Baliqchi ota taxminan 12-asr oxiri 13-asr boshlarida yashab o'tgan. O'tmishda va hozirgacha Nurotaga ziyoratga boruvchilar albatta avval Baliqchi ota qabrini ziyorat qilishadi. Bahriddin Baliqchi ota maqbarasiga yaqin joydan katta soy oqib o'tadi. Bu soy shu yerning nomi bilan Pichot soy deb nomlangan. Bahriddin otaning baliqchi nomini olishiga u kishining mana shu soydan baliq tutib tirikchilik qilgani sabab qilib ko'rsatilgan. Baliqchi ota qabri ustiga o'rnatilgan maqbara sho'rolar davrida buldozer bilan surib, buzib tashlanadi. Maqbara 2001-yilda eski joyidan qaytadan quriladi. Hozirgi kunda jome masjid Baliqchi ota chashmasi hozirgacha shifobaxshligi bilan mashhur. Aytishlaricha u turli kasalliklarga davo ekan. Baliqchi ota mana shu buloqqa dam solib, Allohdan bu suvni shifo qilishini so'rab duo qilgan deyilgan afsonalar mavjud. Baliqchi ota nihoyatda halim zot bo'lganlar. Maqbara atrofida ajib bir fayz borki, Baliqchi otaga kelgan har qanday inson bu yerda o'zini zohir bo'lgan xotirjamlik va sokinlikni sezadi.